Ba'zi insonlar 300-400 ta so'z bilan ham bemalol ravon speakingda gapira olishadi. Lekin siz esa mingtadan oshiq so'z bilsangiz ham hali ham ravon gapira olmayapsiz. Bunday muammolar ko'pchilik IELTS kandidatlarida ham, ingliz tili o'rganuvchilarida ham uchrab turadi. Va agarda sizda ham shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Mening ismim Erikitva Ruxsoraxon. IELTS shaxsiy ballim 8 va xalqaro darajadagi CELTA sertifikati sohibasiman. Bugungi videoda biz sizlar bilan birgalikda qanday qilib so'zlarni to'g'ri o'rganish va shu bilan birgalikda passiv vokabularini qanday qilib aktiv vokabulariga o'tkazish haqida ko'rib chiqamiz. O'zimning 5 yillik tajribam ichida mingdan ortiq talabalarga ta'lim berganman va bu jarayonda ularning eng nozik nuqtasi bo'lmish vokabularida biz judalar ko'p qiyinchiliklarga duch kelganmiz. Ya'ni ba'zi talabalar bo'ladi, so'zlarni yodlaydi, har kuni 20 ta, 30 talab so'z yodlaydi, lekin ularni to'g'ri ishlatishni bilmaydi. Lekin ba'zilari esa tushunadi, o'sha tekstda kelsa ma'nosini biladi, lekin uni qo'llashga keladigan bo'lsa, faqatgina passiv vokabularida qolib ketaveradi. Va buning asosiy ikkita sababi bor. Birinchi sababi bo'lishi mumkin bu o'sha so'zlarni to'g'ri usulda o'rganmaslik va ikkinchisi esa kontekst orqali yodlamaslik. Va bugun sizlar bilan shu videomizda shu muammolarga yechim topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, shu yerda savol tug'iladi. O'zi vokabularini qanaqa qilib effektivni yodlash mumkin? Hozir men sizlarga o'zim uchun va o'quvchilarim bilan birgalikda ishlatgan eng muhim uchta texnikani bermoqchiman va agarda siz ham shu texnikalarni ishlatib ko'rsangiz, albatta ishonamanki, vokabulari yodlashda hech qanaqa muammolarga duch kelmaysiz. Demak, vokabulari o'rganishdagi birinchi usulimiz learning vocabulary based on topics. Ya'niki bunda biz 10 xil so'zni 10 ta mavzuda emas, balki ularni bitta mavzu doirasida yodlasak biz uchun foydaliroq bo'ladi. Misol uchun aytaylik, education mavzusini oldik va biz o'rganyapmiz har o'sha so'zlarni. Misol uchun curriculum, critical thinking, practical skills, theoretical knowledge va biz shu so'zlarni olamiz gap tuzishga harakat qilishimiz kerak. Faqat bu gaplarimiz oddiy gap emas, balki murakkab gap bo'lishi lozim. Misol uchun, students study English language yoki da bo'lmasam students study many subjects emas, balki at schools the curriculum should focus on more practical skills rather than theoretical knowledge deganimiz biz uchun foydaliroq va shu bilan birgalikda ko'proq esimizda qolishiga yordam beradi. Bu usulda bizning miyamiz so'zlarni network shaklda, ya'ni alohida punktlarga emas, balki bir mavzu doirasida o'ylaydi va biz so'zlarni osonlikcha yodlashimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi usulimiz esa hammamiz biladigan flashcards usuli. Lekin bu usulni hamma studentlar ham to'g'ri usulda foydalanishni bilmaydi. Sababiki ular o'ylashadi, misol uchun o'sha so'zni yozib, orqasiga tarjimasini yozsam bo'lgani. Misol uchun beneficial foydali, useless befoyda yokida pollution ifloslanish shunaqa tartibda, ya'ni so'zni yozib, orqasiga tarjimasini yozib yodlashadi. Vaholanki bu yodlash usuli orqali siz so'zlarni 1-2 kunda esingizdan chiqarib yuborishingiz mumkin. Lekin to'g'ri usulda esa biz u so'zlarni olaylik definitionni yozib va qaysi so'z birikmalari bilan birgalikda ishlatiladi va alohida gap ham tuzishimiz shart bo'ladi. Misol uchun beneficial biz orqasiga yozishimiz kerak bo'ladi producing positive results. Qanaqa so'z birikmalari bilan kelishi mumkin? Olaylik highly beneficial va o'shani biz gapda ishlatib yozishimiz kerak bo'ladi. Running is highly beneficial for any person. Ya'ni shu tartibda yodlaydigan bo'lsak, biz so'zlarni ko'proq eslab qolishimiz mumkin bo'ladi. Ya'niki bu usul orqali biz so'zlarni tarjima usuli bilan emas, balkim biz ularni meaning orqali eslab qolishimiz mumkin bo'ladi va shundagina biz passiv vokabularidan aktiv vokabulariga tezroq va osonroq o'tkazib olishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchi usulimizga keladigan bo'lsak, bu context based learning. Ya'niki bu usulda siz o'zingizga yoqqan temada, o'zingizga yoqqan mavzuda video olasiz yokida artikelmi, readingmi, umuman ingliz tiliga aloqasi bo'lishi kerak va o'sha tekstni ichida bo'lgan biron bir qismini, ya'ni bir 5 qator yoki 6 qator o'zingizga notanish so'zlar bo'lgan joyini olasiz va alohida so'zlarni tarjima qilib emas, balki uni yonidagi so'z bilan birgalikda olib tarjima qilamiz. Misol uchun aytaylik overwhelming. Overwhelming juda kuchli deb tarjima qilmaymizda, overwhelming pressure degan so'zni birgalikda olib, u bilan birgalikda gap tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Sababi biz o'sha
olayotgan narsamiz bu biza uchun input bo'ladi. Qachonki biza u bilan gapirish, speakingda, writingda qo'llaydigan bo'lsak, bu biza uchun output hisoblanadi. Va o'sha overwhelming pressure degan so'zni olib, biza u bilan birgalikda gap tuzamiz. Olaylik, my friend is feeling overwhelming pressure due to her friends deydigan bo'lsak, o'sha gapni ichida biza so'z birikmasi, ya'ni overwhelming pressure ni ishlatdik. Bu usul orqali siz so'zlarni nafaqatgina o'rganasiz, balki tabiiyroq chiqadi va ularni keyinchalik essay yoki speakinglarda ham to'g'ri qo'llay olasiz. Yuqoridagi 3 ta usul orqali biza vokabularni o'rganib bo'ldik. Ana endi bizada savol tug'iladi. Qanaqa qilib o'sha o'rgangan so'zlarimizni passive vocabularydan active vocabularyga o'tkazishimiz mumkin? Bu yerda passive vocabulary siz o'sha so'zni bilasiz, yodlagansiz, ko'rganingizda tushunishingiz mumkin, lekin ishlatishga kelganda, ya'ni writing yoki speakingga kelganda siz uni umuman qo'llay olmaysiz. Yoki qo'llay oladigan bo'lsangiz ham qisman qo'llay olishingiz mumkin bo'ladi. Active vocabularyga keladigan bo'lsak, siz so'zni ko'rganingizda tushunasiz va yodlagansiz va hammasini writingda ham, speakingda ham bemalol hech qanday hesitationlarsiz qo'llashingiz mumkin bo'ladi. So'zlarimizni active vocabularyga o'tkazishdagi eng birinchi usul bu story writing method. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Story writing method. Bu usulni shaxsan o'zim grammatika 2 yil o'qib, undan keyin bir amallab IELTS gruppada tayyorlanayotgan vaqtlarimda shaxsan o'zim ishlatib ko'rganman va menga juda katta yordam bergan. Olaylik, siz 5 ta yangi so'z ustozingizdanmi, do'stlaringizdanmi eshitdingiz va harakat qiling o'sha so'zlar orqali kichik bir hikoya tuzishga. Misol uchun, olaylik, wordlarimizda ambition, obstacle yoki eventually, achievement va bu so'zlarimiz orqali kichik bir hikoya tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Misol uchun, he was an ambitious student who faced many obstacles. However, with strong determination, he eventually achieved his goal. It was a remarkable achievement. Ko'rib turganingizdek, bu yerda biza o'sha yodlagan so'zlarimiz, ya'ni ambitious, achievement, determination, eventually shu so'zlarni ishlatgan holda o'zimiz uchun kichik bir hikoyacha tuzdik. Bilasizki, miya hikoyani yaxshiroq eslab qoladi. Ya'ni bu usul orqali siz nafaqat lug'atni yodlaysiz, balki siz shu usul orqali o'zingizni speakingiz va writingiz, ayniqsa speaking part 2 savollariga qiynalmaygina javob berishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ikkinchi usulimizga o'tadigan bo'lsak, bu speaking trigger technique yoki speaking trigger practice desak ham bo'ladi. Ya'ni bu usul orqali biz yodlagan ma'lum bir so'zlarimizni 24 soat ichida 3 martadan 5 martagacha speakingimizda, writingimizda ishlatishimizga to'g'ri keladi. Olaylik, biz o'rgandik crucial degan so'zni. Ya'ni something is very very important for you. Bu so'zni biz ishlatishimiz kerak, ya'ni bir 3-4 marta o'zimizning gaplarimizda ishlatishimizga to'g'ri keladi. Olaylik, time is very crucial for me these days. Yoki it's crucial to stay focused during the lessons. Yoki family support is crucial for any students while they are learning language. Ya'ni shu kabi gaplar orqali siz yodlagan so'zingizda gap tutsangiz, ya'ni buni 24 soat ichida bir 3-4 ta gapda ko'radigan bo'lsangiz, bu long term memoryga o'tadi va osonlik bilan siz passive vocabularydan active vocabularyga bu so'zlarni o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin yodda tutingki, bu so'zlarni yodlagan so'zlaringizni 24 soat ichida 3-4 marta speakingda ishlatdim degani, bu o'sha so'zni butunlay yodlab oldim degani emas. Balki bu so'zni siz keyinchalik o'zingizni og'zaki nutqingizda, hikoya tuzganingizda yoki do'stingiz bilan muloqotda ham ishlatishingiz kerak bo'ladi va shundagina u long term memoryga o'tadi va sizga ko'proq foyda keltirishi mumkin bo'ladi. Eng oxirgi usulimizga keladigan bo'lsak, bu sentence expansion technique. Ya'ni bu usul nima degani o'zi? Siz avvaliga oddiy gapni olasiz va u gaplarga adjective, adverb, ya'ni sifat, ravishlar qo'shish orqali yoki so'zlarni sinonimini qo'shish orqali u gaplarni yanada boyitishingiz mumkin bo'ladi va bu usul orqali siz nafaqat so'z boyligingizni oshirasiz, balki grammatikangiz, fluensingizni va qolaversa
active thinkingni ham rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Olaylik, sizga berilgan she is very tired yokida she is very beautiful girl kabi oddiy strukturalardan ishlatib siz gap tuzyapsiz. Uni siz murakkabga aylantirmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunday bo'lgan gaplarni bir 5 tasini olsangiz, 5-6 tasini olib, uni kengaytirishingizning o'zi kifoya. Olaylik, she is very tired. Uni o'zgartiradigan bo'lsak, she is feeling exhausted after doing hard work for 2 hours. Agarda siz xuddi shunday 5-6 ta gapni har kuni o'z ustingizda ishlab kengaytiradigan bo'lsangiz, sizda asosiy 4 narsa o'sishni boshlaydi. Ya'ni birinchisi bu vocabularingiz. Siz sababi o'sha berilgan oddiy so'zlar o'rniga sinonimlarni ishlatishni boshlaysiz va bu sizda boshqa o'sha sinonim bankingizni kuchaytirishga yordam beradi. Ikkinchisi esa grammar structure. Bilamizki, har qanaqa tilda grammatika va vocabulary doim birgalikda keladi va bu usul orqali siz faqatgina vocabularingiz emas, balki grammatika strukturangizni ham har xilcha rangelar orqali o'zgartirib oshirishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, fluency oshadi. Agarda siz bu usulni og'zaki qo'llab ko'radigan bo'lsangiz, gapirayotgan gaplaringiz ravonlashadi va ancha-muncha ideyalar ham sizga oson tarzda kelishni boshlaydi. Bugungi videomizdan siz bilan o'rgangan xulosalarimiz nima bo'ldi? Ya'ni bular birinchi o'rinda so'zlarni ma'lum bir topik doirasida yodlashingiz, ikkinchisi esa o'sha so'zlarni kontekst ichida, ya'ni so'z birikmasi bilan birga yodlashingiz va flashkardlar usulidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va qolaversa, bularni biz aktivga o'tkazayotganimizda siz e'tibor bering o'sha so'zlar orqali story tuzishga va bundan tashqari o'sha so'zlarni 24 soat ichida 5 marta, 6 marta qaytarishga va oxirida esa tuzgan gaplaringizni ko'proq adjective, noun, adverblar, ya'ni har xil strukturalar orqali yoki sinonimlar qo'llash orqali ularni kengaytirishga e'tiborliroq bo'ling. Agarda siz shu bergan yuqorida aytib o'tgan usullarimni qo'llaydigan bo'lsangiz, umid qilamizki, sizning speakingizda ham, writingizda ham, umuman olganda vocabulary ishlatadigan joylaringizda bo'ladigan muammolarga hech ham duch kelmaysiz. Bugungi videomizda aytib o'tgan usullardan siz aynan qaysilarini ishlatib ko'rgansiz? Agarda ishlatganlaringiz bo'lsa, orasida iltimos izohlarda yozib qoldiring. Agarda video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosish tugmasi esingizdan chiqmasin va albatta ingliz tilini o'rganayotgan do'stingizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.